Yaqında Şahit Biz To'rining X hisobida 2017-yili 28 yosh vaqtida lagerga solangan Xayrigul Mamatning oilasi haqidagi tafsiliy uchurlar ham bakirlangan. Bu uchurga qaraganda Xayrigul Mamatning buvisi Abdurazaq Osman 74 yosh bo'lib, 2017-yili 10 yillik kesilgan. Dadisi Mamat Tursun Abdurazaqqa 2017-yili jazo hukm qilingan. 2018-yili turmada qazo qilgan. Şahit Biz To'r betidagi ma'lumotlarga asoslanganda Xayrigul Mamat o'quvchi bo'lib, turishliq adresi Qashqar Konishar noya Bulaqsuy yezisi 5-kent ekan. 2022-yili oshkor bo'lgan Shinjang soqchi hujjatlarida Qashqar Konishar noyasidagi tutqunlarning ahvoli xotirlangan bo'lib, mazkur arxivda Xayrigul Mamatning oilasi haqidagi uchurlarni yer olgan. Egilinishcha, yuqorida deyilganidek jamiyat bo'yicha tutilib ketgan ahvollarning 2020-yili fevralda xalqaroga oshkorlangan Qoraqosh hujjatlardami uchraydi ekan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bir muhim mazmuni navbatda ishki a'zo o'g'irligi bo'layotganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoy hukumati orqa tirik bo'layotgan ichki a'zo o'g'irligi, ishki a'zo sodisi va ishki a'zo atkazchilarining bir-biriga bog'langan holda g'oyat zo'r sistemaga aylanganligi texi yaqinda Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan guvohlik yig'inida tafsili qarab chiqilgan edi. Bu masalaga bo'lgan tonishni teximi o'stirish hamda teximi ko'p sohaga bu qaboatning xatarini bildirish maqsadida 26 mart kuni Kashqorin Amerika Avam Palatasida bu tema haqida maxsus muhokama yig'ini chaqirildi. Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati, Amerika Davlat Majlisi, Xitoy ishlari ijroiya komiteti qatorliq o'rinlar birlashib, sohibxonlik qilgan bu faoliyatda oldi bilan Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik siyosati hamda uning oqibati aslab o'tildi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy hukumatining amaldorlari oldingi hafta Sharqi Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, rayonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining amillish ahvolini bevosita tekshirgan. Xitoy Xalq qurultiyi organ to'rining bu vaqtdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Li Xungjong 18 martdan 20 martgacha Sharqi Turkistonning bir qism shaharlarga borgan va bu jarayonda atalmish Junxo milliy o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilish qatorliq terrorlik siyosati iboralarini ta'kidlagan. Amerika amaldorlari Xitoyning Johnson shirkati Huawei uchun ishlab chiqargan o'zakning Amerika qonuniga xilof bo'lishi mumkinligini bildirdi. Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori Xitoydagi eng chong o'zak ishlab chiqaruvchi Johnson xalqaro shirkati Xitoy telegraf magnati Huawei uchun yasagan 7 nanometrlik ilg'or o'zakning Amerika qonuniga xilof bo'lishi mumkinligini bildirgan. Bu xabar 22 mart Hong Kongning aksiya bozorida Johnson shirkatining pay bahosining 5,5% tushishini keltirib chiqargan. Xitoy bilan eglik huquq talash tortishi bo'layotgan Tayvanda hukumat doiralari Xitoyning ijtimoiy aloqa va sinfsi TikTokni davlat bexatarlik tahdidi deb qaraydiganligini e'lon qildi. Tayvan raqamli ishlar ministri Audrey Tang oldingi hafta o'tkazilgan parlament yig'inida Xitoyning ByteDance shirkatining asosliq sheriki bo'lgan TikTokning davlat uchurlari va xabarlash bexatarligi jihatda xatarlik mahsulot qatoriga kirdi dedi. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo va texnika urushi davomlashayotgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdoda Uyg'ur majburiy emgakini o'z ichiga olgan kishilik huquq masalalarini oldingi o'ringa qo'yish ta'kidlanayotgan bir sharoitda Amerika savdo va ilmiy sohadan kelgan bir turkum shirkatlarning bosh ijroiya amaldorlari va strategiya mutaxassislari Beijingda Shi Jinping bilan ko'rishgan. Shi Jinping ularga Xitoyning yangi davrda bir qator tadbirlarni qo'llanib, bozorni asos qilgan, qonunni asos qilgan va dunyoviy savdo muhitiga kafolatlik qilganligini bildirgan.